Assalomu alaykum yana bir marta barchaga. Bugungi jonli efirimizni boshlaymiz. Bugungi jonli efir mavzusini ham tanlab qo'yganman. Bu ko'pchilik qiziqtirgan savol. Endi Portugaliyada buni har xil nomlar bilan aytishadi, lekin endi ko'pchilikni aytishi bo'yicha bu longa duração deyiladi, rezidensiya. Yani titul rezidensiya longa duração. Bu nima? Bu qanaqa titul rezidensiya, ya'ni qanaqa bu rezidentlik kartasi va nima yordam bera oladi, qanaqa yaxshi tomonlari qanaqa, yomon tomonlari qanaqa, nima qilsak qanday qilsak olamiz, shunga o'xshab har xil savollar berishadi. Plus minuslari haqida aytib bering, bu o'zi kerakmi menga, kerak emasmi degan savollar keladi. Endi men sizlarga aytib beraman, kerak va kerak emasligini o'zinglar keyin aniqlashtirasizlar. Ya'ni o'zinglarda xulosa qilib, o'zinglar yaxshilab ko'rasizlar. Endi xulosa qilgandan keyin albatta o'zinglarga kerak bo'lsa, demak, shu kartochkani olishinglar mumkin, kerak bo'lmasa olmaysiz. Endi qarang. Bu longa duração degani bu har doim endi bu uzoq muddatli degan anaqani beradi, ma'noni beradi o'zbek tiliga olganda. Uzoq muddatli rezident kartasi. Bu uzoq muddatli rezident kartasi masalan ko'pchilik permanent rezident karta bilan ham almashtiradi, adashtirishadi. Ya'ni bu doimiy rezident karta bilan uzoq muddatli rezident kartasini farqini bilishmaydi. Doimiy degani bu постоянныйga, ya'ni doimiy ravishda siz shu joyning rezidenti bo'lib qoldingiz degani. Siz bu Portugaliyaning haq kerakli shu hamma yashovchilari kabi, portugallar kabi haq huquqlarga egasiz. Faqatgina sizda ovoz berish huquqi yo'q va pasport olish huquqi yo'q. Endi shu rezidensiya. Hatta rezidensiya bilan borib pasportini so'rashga, ariza topshirishga, keyinchalik pasportini olishga iloji bor. Bu aytmoqchi bo'lgan ya'ni pasportini shu rezidensiya paytida ola olmaysiz, faqat o'zingiz ariza topshirgandan keyin, arizalaringiz ko'rib chiqilgandan keyin fuqarolik beramiz degandan keyingina shu pasportini qo'lga kirita olasiz. Endi sizlarga bugun shuni tushuntirib bermoqchiman. Bu longa duração degan kartochkasi bu qanaqa modda bilan olinadi? Buni olish, bu hujjatni olish uchun qancha yashash kerak, nima qilish kerak, buni hammasini tushuntirib o'taman. Mana bu Aymanning saytidan olgan, bu chiqarib olgan qog'ozim, chunki Aymani, ya'ni bu Ayman immigratsion idorasi, agar bilasizlar, shu saytida nima deyilyapti va bunga qanaqa hujjatlar talab qilinyapti, shu haqida aytib beraman. Bu longa duração rezidensiyasi bu Portugaliya ichida, faqat Portugaliya ichida emas, ya'ni Yevropa ittifoqidagi xohlagan mamlakatinglarda yashash, ishlash huquqini beradigan rezident karta. Tushuntira oldimmi? Bu degani sizlar nafaqat Portugaliyada yashab ishlashingiz mumkin. Balkim masalan Fransiyadami yoki Ispaniyadami yoki masalan Belgiyadami shunga o'xshab xohlagan joyda ishlab, yashab qolishingiz mumkin degani. Bu rezidensiya 125-modda bilan beriladi. 125-artigo 125 deyiladi. Bu 125-modda bilan beriladi va buni olish uchun, ya'ni buni talablariga javob berish uchun sizda nimalar bo'lishi kerak, qanaqa hujjatlar talab qilinadi, shunga ham albatta siz e'tibor berishingiz kerak, chunki hammaga ham emas. Bu yerda Aymanning saytida aytishi bo'yicha bu narsaga sizga albatta, endi bu yerda masalan rasm kerak, anaqa kerak deb yozib ketgan. Endi bu rasm albatta agar hamma aymonlarga ham kerak emas, chunki agar bu yerda ham yozgan Adivelashdagi yoki Aveirudagi aymaga borsangiz, unda sizga rasm olishingizni aytilgan. Qolgan aymonlarni hammasini o'zini rasmga oladigan apparati bor va shu apparat orqali rasmga tushiriladi.
Endi qarang, keyingi etap ikkinchi dokument bu dokument de viaje válido. Dokument de viaje degani bu pasport haqida gapiriladi yoki masalan kimlardir pasporti yo'q bo'lsa, unda именно shunaqa hujjat bor. Bu pasport ya'ni faqat sayohat uchun pasport desa ham bo'ladi. Sayohat masalan shunaqa holatlar bo'lgan. Mana masalan bizlarni mijozlarimizda masalan O'zbekiston fuqarosi emas, O'zbekiston rezidenti edi. Shu yerda tug'ilgan va shu yerda rezidentlik olgan, lekin hech qanaqa pasporti yo'q, hech qanaqa grajdanstvasi yo'q, ya'ni fuqaroligi yo'q-da. Shu yerda tug'ilgan va ota-onasi masalan chet el fuqarosi bo'lgani uchun ham bunga fuqarolik hali berilmagan yoki olmagan. Endi har kimning situatsiyasi har xil, kimlardir bu narsaga e'tibor berishmaydi, yashayveradi. Keyinchalik kerak bo'lib qolganida ha menga kerak ekan deb shoshib qolishadi. Shunga o'xshab keyin shunaqa hujjat beriladi. Shu masalan shu O'zbekistonda tug'ilgan va O'zbekiston rezidensiya kartasi berilgan, O'zbekistondagi rezidentlik kartasi. Undan keyin endi chet elga sayohatga chiqmoqchi uchun endi bu fuqaro bo'lmagani uchun O'zbekiston biometrik pasporti, ya'ni zagran pasporti berilmaydi. Faqatgina sayohat pasporti beriladi. Sayohatga chiqish uchun pasport beriladi. Shunga o'xshab bu ham bo'ladi. Bu yerda boyagi dokument viaje válido degani bu imенно yoki pasport haqida yoki boshqa hujjat, ya'ni sayohat uchun hujjatni talabi kelyapti, so'ralyapti. Keyin компроматив da disponibilidade recursos estáveis e regulares degani da sua própria subsistência. Bu degani masalan sizni oyliklaringiz haqida aytyapti. Oylik daromadingiz haqida so'ralyapti. Ya'ni o'zingizga yetarli bo'lsin. Ya'ni masalan o'zingiz uchun so'rayotgan bo'lsangiz, o'zingizga yetarli bo'lish kerak. Agar bu yerda yana oilasini ham aytgan, para dos seus familiares, ya'ni sizni oilangiz, oila a'zolaringiz uchun so'rayotgan bo'lsangiz, ularga ham yetarli darajada mablag', ya'ni doxod bo'lishi kerak. Bu sizni oyliklaringiz, shu topgan daromadingiz hammasini hisobga olgan holda hisoblanadi. Masalan, sizniki daromadingiz 1000 yevro bo'ladigan bo'lsa oyga, hozirgi Portugaliya qonunchiligida 920 yevro minimal oylik hisoblanadi va shu 920 yevrodan oshsa o'zingizga yetarli. 920 yoki undan oshsa o'zingizga yetarli deb hisoblanadi. Agar oyligingiz 1000 yevro atrofida bo'ladigan bo'lsa, faqat o'zingizga yetarli bo'ladi. Masalan, oila a'zolaringiz uchun albatta siz hisob kitobni bilishingiz kerak yoki shu tartibni bilishingiz kerak. Masalan, qanaqa protsentda hisoblanadi. Masalan, shu narsani ko'p aytganman, hozir ham aytaman. Masalan, sizga 920 bo'lsa, masalan, ayolingiz uchun turmush o'rtog'ingiz yoki masalan eringiz uchun bo'lishi mumkin. O'zingiz topgan daromaddan 50% masalan 920 plus 50%. Bu degani 460 yevro, 460 yevro plus 460 yevro degan. Ya'ni shuni общий hisoblaysiz. Keyin farzandlaringiz uchun, har bir farzand uchun 30% dan. Shu narsani ham esdan chiqarmaslik kerak. Ya'ni oila a'zolaringizni longa duração kartikasini oila a'zolaringizga olib bermoqchi bo'lsangiz, shu hisob kitobni qilasiz. Endi yana keyingi hujjatlardan so'ralyapti. Bu Portugaliyada uy-joy borligi, ya'ni uy-joy deganda masalan o'zingiz sotib olgan bo'lishingiz mumkin yoki arenda bo'lishi mumkin. Masalan, agar komoditariy bo'lsangiz ham, ya'ni bu uyda masalan tekin yashasangiz ham yoki kimnidir uyiga masalan kim bilandir yashasangiz ham bo'ladi deyapti. Lekin masalan hozir masalan bu yerda bu narsalarni aniqlab aytadi, nima bo'lish kerak. Ya'ni bu kimni uydadir yashasangiz bo'ladi degani, lekin ruxsatingiz yo'q bo'lsa shu yerda yashashga va uyni egasi sizga ruxsat bermagan bo'lsa, siz qanday yashirin holatda shu uyda yashayapti degan hujjatni qildirib aymaga olib boradigan bo'lsangiz, bu narsa to'g'ri kelmaydi. Ya'ni uyni egasi shu uyda men bilan yashaydi yoki meni ruxsatim bilan shu uyda yashaydi degan tasdiqlovchi spravka qilib berish kerak. Yoki uyni shartnomasi, kontrat arendamento, bu uyni shartnomasi, ijara shartnomasi kerak bo'ladi. Yoki uyingizni o'zingiz nomingizda ekanligini, ya'ni uyni egasiz ekanligingiz haqidagi proprietario deyiladi. Bu o'zingiz
shu uyni egasi ekanligingiz haqida tasdiqlovchi qog'oz kerak. Ya'ni 3 ta variant beryapti. Masalan, siz arendaga olishingiz, ijaraga turgan bo'lishingiz mumkin, o'zingizning uyingiz bo'lishi mumkin yoki kimlardir yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu kimlardir yashayotgan bo'lsangiz, shu uyni egasidan tasdiqlovchi hujjat olasiz. Yana bittasini yana qo'shsam bo'lar ekan, bu degani siz kimni uydadir arenda emas. Masalan, arenda degani bu pul haqida ketadi. Ya'ni siz arenda to'laysiz, ijara pulini to'laysiz. Bu yerda masalan shu narsaga ruxsat bergan, kimnidir uyida ijaraga turasiz-u, lekin bu tekin, bu kommoditariy degani bu shartnoma qilinadi, faqat siz unga to'lovsiz, hech qanaqa to'lovsiz shu uyda yashaysiz degani. Buni ham qabul qilamiz deyapti. Ya'ni copia de contrato de seguro de saúde deyapti. Deyapti comprovativo que encontra-se registrado pelo Sistema Nacional de Saúde. Bu degan SNS nomeringiz, ya'ni nomer utent bo'lishi kerak yoki sizda sug'urta bo'lishi kerak. Ya'ni comprovativo seguro de saúde degan bu sog'liqni sug'urtasi. Sog'ligingiz uchun sug'urta qilgan bo'lishingiz kerak deyapti. Ikkalasidan bittasi yaraydi, ikkalasidan bittasi bo'ladi. Keyingisi Portugaliya tilini bilishingiz haqida aytib o'tilyapti. Endi bu Portugal tilini degan. Portugal tilini bu qanaqa nimalar bilan tasdiqlanishi mumkin haqida ham aytib o'tilyapti. Bu Portugal tilini aytyapti yoki bu siz Portugal tilini o'qigan bo'lishingiz mumkin. Masalan, maktabda yosh paytingizda kelsangiz, masalan 15-16 yoshda kelsangiz yoki undan yoshroq kelsangiz, shu yerda masalan 9-sinf, 10-sinfni o'qigan bo'lishingiz mumkin yoki 4-5-sinf umuman olganda balkim tug'ilgan shu yerda. Endi yoki kichkina yosh paytingizda kelib o'qigan, umuman olganda bu o'qiganligingiz haqida tasdiqlovchi hujjat so'ralyapti. Bu masalan bizning tilda attestat deyiladi, attestat. Maktab attestat so'ralyapti. Shahodatnoma desa ham bo'ladi. Yoki Portugal tilini o'rganganligingiz haqidagi, ya'ni Portugal tili bu muhojirlar uchun Portugal tili ochilgan bor. Portugaliyada bu IFP idorasi beradi. Shu IFP orqali o'qigan sertifikatingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Bu ham hozir aytaman qanaqa urovinglarda bo'lishi kerak. Buni aytyapti. A2 urovingida bo'lishi kerak deb. Ko'ryapsan, longa durasion uchun ko'pchilik shu narsada xato ketadi. Menga kerak emas deb o'ylaydi, chunki men 5 yil yashasam longa durasion olar ekanman deb o'ylaydi. Yo'q. Longa durasion uchun, xuddi shunday permanent uchun ham albatta Portugaliyaning tilini A2 urovingida kamida A2 urovingida bilishingiz kerak. Bo'lmasam yuqori darajada bilganingiz undan ham yaxshi. Bu A2 urovingini qanday qilib olsam bo'ladi desangiz, mana masalan aytayapman, buni maktablarda, Portugal maktablarida yoki shunaqa kurs beradigan idoralar bor va IFP shunga o'xshaganlarda A2 urovingini o'rganishingiz mumkin. Buni har doim Portugalda 2 xil varianti keladi. Masalan, Portugal tilini ishdan keyin o'rgansa bo'ladi yoki masalan ish payti orari laboral deyiladi. Laboral degani bu shu ish kunlari o'qish bo'ladi va kunduzi bo'ladi. Laboral bu kunduz degani. Poz laboral degani kechga degani, ya'ni kunduz, ya'ni ishdan keyin degani, ha? Ochniy, zaochniy deyiladimi? Xuddi shunga o'xshagan. Bu narsalarda Portugaliyada shunaqa ko'ryapsizmi, immigrantlar, muhojirlar uchun yaxshi imkoniyatlar yaratilgan. Ishdan keyin ham borib tilni o'rgansa bo'ladi. Shunda masalan 7:30larda o'qish boshlanadi. Soat 10:30 gacha o'qish bo'lishi mumkin yoki undan kamroq bo'lishi mumkin. Har bir programmada masalan programmalar ochiladi. Imенно shu kurslarni o'zining usloviyalari bor. Shu soatdan shu soatgacha o'tamiz, shunaqa kundan shunaqa kungacha dars beramiz. Ya'ni hamma narsa bu kronogramma deyiladi Portugal tilida. Bu degani o'zining soatlari hammasi
belgilangan, kuni, soati hammasi belgilangan bo'ladi oldindan. Shu narsaga qarab o'qitiladi. Endi bu yerda portugal tilini ya'ni portugal tilini bilishingiz haqidagi yana bitta tasdiqlovchi hujjat qilsa bo'ladi. Ya'ni agar siz maktabga bormayman, men tilni yaxshi bilaman deydigan bo'lsangiz, unda couple degan joylar bor. Bu couple degan bu imенно Portugal Centro de Avaliação Português como língua estrangeira deydi. Ya'ni bu sentrlar Portugal tilini masalan sentrlari Portugal tilini ekzamen topshiruvchi sentrlarida ekzamen topshiruvchi sentrlari couple deyiladi. Shu couple'ni ichidan imенно SIPL degani sizga to'g'ri keladi. Bu SIPL degani Portugaliyada masalan A2 uroveniga to'g'ri keladi degani. SIPL degan bor, DIPL degan bor, shunga o'xshab boshqalari ham bor. Shu masalan imенно SIPL degani A2 uroveniga va DIPL degani S1 uroveniga. Shunga o'xshab qaysi uroven, masalan A2 uroveni yetarli bo'ladi. Shunga couple degan sentrlarda xuddi shu A2 uroveni uchun SIPL ekzameni topshiriladi. Yana bitta narsani aytib o'taman. Portugaliyada SIPL ekzamenlari qanday topshirsam bo'ladi? Masalan, Portugaliyada joy qolmabdi deyishingiz mumkin. Bitta zo'r yangilik, bu Portugaliyada emas, boshqa Portugaliya, ya'ni Portugaliya endi Schengen zonasiga tegishli bo'lsa, Schengen zonasida bir vaqtda ko'p joylarda bo'lib o'tadi. Masalan, Fransiyada, Ispaniyada, yana boshqa mamlakatlarda shu Portugaliyaning Schengen bu Yevropa ittifoqi mamlakati uroveniga to'g'ri keladi degani. SIPL degan bor, DIPL degan bor, shunga o'xshab boshqalari ham bor. Shu masalan imенно SIPL degani A2 uroveniga va DIPL degani S1 uroveniga. Shunga o'xshab qaysi uroven, masalan A2 uroveni yetarli bo'ladi. Shunga couple degan sentrlarda xuddi shu A2 uroveni uchun SIPL ekzameni topshiriladi. Yana bitta narsani aytib o'taman. Portugaliyada SIPL ekzamenlari qanday topshirsam bo'ladi? Masalan, Portugaliyada joy qolmabdi deyishingiz mumkin. Bitta zo'r yangilik, bu Portugaliyada emas, boshqa Portugaliya, ya'ni Portugaliya endi Schengen zonasiga tegishli bo'lsa, Schengen zonasida bir vaqtda ko'p joylarda bo'lib o'tadi. Masalan, Fransiyada, Ispaniyada, yana boshqa mamlakatlarda shu Yevropa ittifoqi mamlakatlari shu mamlakatlarning ichida bo'lib o'tadi va shularga ham yozilsangiz bo'ladi. Masalan, Portugaliyaga Ispaniya yaqin bo'lgani uchun bemalol Ispaniyaga borib Portugal ekzamenini topshirsangiz bo'ladi. Agar Portugaliyada joy qolmagan bo'lsa, chunki hozirgi kunda ko'p til kurslari bo'lyapti. Masalan, частный kurslar bo'lyapti va ular portugal tilini o'rgatishyapti, lekin ekzamenlarni shu markazlarga yuboryapti. Ekzaminatsion markazlarga yuborilyapti. Shu o'zlari o'quvchilarni yuborishyapti. Shunga ular oldindan joyini olib qo'yishyapti. Shunga ko'pchilik joy topa olmay qolishi mumkin. Agar sizlarga joy kerak bo'lsa, bizlarga ham murojaat qilsanglar, bizlar ham sizga joy olishga harakat qilamiz. Shu narsalarning ham xizmatlarimizda bor. Endi agar siz o'zingiz olmoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingiz ham qachon ochilishi, joylar ochilishi, endi bu joylar har doim ochilavermaydi, o'zini ochiladigan muddati bo'ladi, lekin bu juda ham tez tamom bo'lib qoladi. Masalan, yaqinda may oyida adashmasam уже bo'lib o'tdi-yu, 6 kuni. Mayning 6 kuni bo'lib o'tdi, adashmasam. Mana endi noyabr oyida bo'ladi, iyul oyida ham bo'ladi. Endi noyabrga ham, iyulga ham hozirgi kunda joy topish qiyin, asosan iyulga, lekin noyabrga ham izlab ko'rsa bo'ladi. Endi shunga o'xshab belgilangan vaqtda bo'ladi. Masalan, oldinlari oktyabrda ham bo'lganlari bor. Shunga o'xshab o'zlari joy ochishadi va shu paytda siz o'zingizni kandidaturangizni kirgishingiz kerak, ya'ni joyni band qilishingiz kerak bo'ladi.
Endi bu ekzaminatsion sentrlarda har doim aytib o'taman. Endi bu agar tilni bilaman desangiz, demak topshirganingiz yaxshi. Ekzamin topshirasiz va 1,5 oyda sertifikatingiz keladi. Agar ekzaminda o'tgan bo'lsangiz. Endi ko'pchilik aytadi, masalan, men tilni bilaman, men gaplasha olaman, lekin yozishda qiynalaman deydigan bo'lsangiz, bu ekzaminlarda, imенно bu ekzaminlarda yozish ham bor. Gapirishdan tashqari yozish, masalan tushunganingni yozib berish yoki o'zing bayon yozasan yoki masalan o'zing haqingda bir istoriya yozasan yoki boshqalar haqida, shunga o'xshab bu joyda yozish haqida ekzamin beriladi va yozishdan o'tmasangiz siz bu ekzaminni topshira olmaysiz. Gapirganingiz bilan yoza olmasangiz ekzamin topshira olmaysiz. Shuni ham e'tiborga olinglar. Shunga masalan sizda agar siz ham yozish, ham gapirishdan yaxshi bo'lsangiz, unda siz ekzamin topshirishingiz bemalol topshira olasiz deb o'ylayman. Mesela endi yana bu yerda yana aytib o'tilyapti, Portugaliya quando applicable deyapti. Endi bu qachon kerak bo'lsa, endi bu hammasiga ham tegishli emas deyapti. Agar siz Portugaliyadan qaysidir vaqtlarda Portugaliyadan chiqib ketgan bo'lsangiz va nima sabab, masalan ish bo'lsa, ishingizdan shu paytgacha bu Portugaliyada emas edi, chunki bu Portugaliya nomidan, ya'ni Portugaliya kompaniya shu kompaniya yozib beradi. Bizlarning kompaniyamizda shu muddatdan shu muddatgacha ishladi. Masalan Fransiyada deb, shunga o'xshab yoki Amerikada yoki shunga o'xshab destacamento degani bu komandirovka degani. Komandirovkada edi deb kerakli hujjatlarni yetkazib berish kerak deyapti. Ya'ni sababsiz chiqib ketishga bo'lmaydi deyapti. Bu sababni imенно ish sababini aytyapti. Masalan, kimdir Portugaliyadan uyga ketishi mumkin yoki boshqa joyga borib ishlashi mumkin, Portugaliya kompaniyasi orqali emas, o'zlari boshqa shu yerdagi kompaniyalar, masalan Fransiyadagi kompaniyalar bilan ishlab Portugaliyaga hech qanaqa soliq to'lamagan bo'lsa, unda shu narsani aytyapti, bu narsa o'tmaydi deyapti. Bu yerda faqat Portugaliya nomidan Portugaliya kompaniyalari yoza oladi deyapti. Shu nomida ishlagan bo'lsangizgina bo'ladi deyapti. Endi bu ikkinchisi, yana bittasi 8-naqasi talabi ekan, comprovativo de cumprimento das obrigações. Bu degani imенно finans va segurança socialda deyapti. Ya'ni segurança social finansda to'langan soliqlaringiz bo'lishi haqida aytilyapti. Va finans bu soliqda va segurança socialda, ijtimoiy ta'minotda aytyapti, hech qanaqa qarzlaringiz yo'q bo'lishini aytyapti. Ya'ni bu cumprimento de obrigações degani, ya'ni sizni qilish kerak bo'lgan narsalarni to'lash kerak bo'lgan to'lovlarni to'lagan, qarzlarsiz bo'lishingizni aytyapti yoki qarzlarni to'lab kelayotganingiz haqida. Masalan qarz ko'p yig'ilib qolgan, keyin uni bo'lib to'lashga siz topshirdingiz va to'lab kelyapsiz. Unda xuddi shunday topshirsa bo'ladi, lekin to'layotgan bo'lsangiz. Endi ayma ko'p holatlarda masalan ayma o'zining avtomatik sistemasi orqali tekshiradi va avtomatik sistemada agar sistemani o'zi agar to'lab bo'lmagan bo'lsangiz qarz deb chiqaraveradi. Bu ham minus. Ya'ni bu sistemani o'zi tekshirilgandan keyin bu sistema bu как бы desblokiar deydi. Ya'ni bu sistemani razblokировать etish qiyinroq bo'ladi, chunki bu sistema avtomatik ravishda sizni qarzdor qilib chiqaraveradi. Ya'ni qarzingiz bor ekanligi ko'rinib turgan bo'lsa, demak siz to'layotgan bo'lsangiz ham qarz hisoblab beradi. Agar aymani o'ziga borib topshiradigan bo'lsangiz, unda ayma xodimlari agar siz masalan qo'lingizda to'layotganingiz haqida va hozirgi kunda segurança social masalan ili finansda qarzingiz yo'q, qarzlaringizni bor bo'lsa ham to'lab kelayotganingiz haqida tasdiqlarni ko'rsata olsangiz, aymani o'ziga borib topshirganingizda ayma shu narsalarni
qabul qiladi. Ya'ni ayma xodimlari. Agar onlayn topshirgan bo'lsangiz, bu onlayn sistemasi sal boshqacharoq. Aytyapman, boyaga razblokировать etishning iloji yo'q. Bu sistema o'zi tekshiradi va sistemada yo'q degan, ya'ni sizga shu ruxsatni ochib bermaydi, topshirish ruxsat. Masalan, yangilash ishlarida ham hozir shunaqa, rezidensiyani yangilash uchun va shu rezidensiyasini yangilash uchun ko'p odamlarni, masalan, qarzlari borlarga отказ kelyapti, qarzing to'la, keyin yangilaymiz deyapti. Hatto to'lashga ham ruxsat bermaydi. Ya'ni to'lashga deganda aymaning yangilash uchun xarajatlarini to'lashda, bu finansni albatta to'lab qo'yishingiz kerak. Masalan, finansda qarz bor, Sug'urta sotsialdan, lekin aymani o'zini yangilash uchun tasha deyiladi. Bu to'lovlari, bojlari bo'ladi. Bu narsani to'lash uchun albatta shunga ham ruxsat ochib bermaydi. Albatta, agar sizni qarzingiz bo'lsa, agar qarzingiz yo'q bo'lsa, uni sistema toza deydi va sizga ochib beradi to'lovni. Bu to'lov ochilgandan keyin bo'ldi, xudo xolasa hujjatlaringizni birinchi to'lab, keyin hujjatlarni topshirib, keyin xudo xolasa hujjatlarni yangilasa bo'ladi. Ya'ni bu narsaga albatta oldindan tayyorgarlik qilib borish kerak. Albatta, hujjatni muddati kelib qolgan paytida shoshilib qolganlar ko'p. Masalan, ko'pchilikni qarzlarni oldindan tekshirib qo'yganinglar yaxshi, ko'pchilik oldindan tekshirmaydi. Yani shu muddat kelgandan keyin tipirchilab qoladi. Bu degani sizni ishingiz yanada ham ko'proq cho'ziladi degani. Endi 5 yil Portugaliyada legal holatda yashaganingizni so'rashyapti. 5 yil. 5 yil degani bu legal holatda yashagan. Ya'ni bu siz legal degani bu rezidensiya bilan degani. Masalan, ko'p odamlar aytishi mumkin, men Portugaliyaga kelganman, men soliq to'lab yurdim, NIF raqamim bor edi, propiskam bor edi, demak meni legal holatda yashayapman degani deyshadi, lekin emas. Lekin unaqa emas, chunki bu legal emas, bu legallashtirish jarayonida edingiz. Ya'ni legallashtirish, legal degan o'sha legallashtirib bo'lgandan keyin legalizatsiya, ya'ni rezidensiya olganingiz bu legal hisoblanadi. Mana endi bu legal. Rezidensiya olgan va buni 5 yil bo'lsin deyapti. Masalan, siz Portugaliyada masalan aytaylik 2 yil legal yashadingiz, keyin ketdingiz va qaytib keldingiz va yana legalizatsiya oldingiz, yana 3 yil yashadingiz. Shunda общий 5 yil bo'ldimi? Mana shunda ruxsat beradi deyapti. 5 yil legal rezidensiya bilan deyapti. Rezidensiyani muddati ham bo'lishi kerak deyapti. Shunaqa. Ya'ni bu narsaga endi ko'p odamlarga va tushunarsiz bo'lgani uchun men tushuntirib beryapman. Keyin bu longa duração rezidensiyasi 130-modda bilan yangilanadi va 125-modda bilan birinchi marta olinsa, 130-modda bilan yangilanadi. Endi qarang. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Hozirgi kunda longa duração rezidensiyalari muddati kelmasdan oldin ruxsat ochilyapti, yangilashga hozir yaxshi ketyapti. Lekin 2025-yilning 30-iyunigacha bo'lgan, shungacha tugagan rezidensiyalarni ishlari biroz chatoqroq. Chunki ayma ruxsat bermayapti. Ruxsat bersa ham qiyin, ya'ni bu sud orqali qilib, shunga o'xshab bu narsaga ko'proq yugurish, ko'proq qilish, harakat qilish talabi bo'lyapti. Chunki aymani o'zi hozirgi kunda u eski longa duraçãolarni yangilashni nimagadir to'xtatib qo'ygan. Endi ayma xodimlarini o'zi ham bilmaydi. Ya'ni bu masalan bizlar ko'p aymaga masalan сопровождение, ya'ni shu odamlarni biz mijozlarimiz bilan boramiz yonida сопровождение qilishga. Shunda masalan so'raymiz shunaqa narsalarni, o'zimizning savollarimiz bo'lganlarini, savollarimiz bor bo'lsa so'raymiz. Shunaqa imенно longa duraçãoni ham yaqinda so'radik. Nimaga ekanini hatto masalan shu yerdagi ishlovchi, shu yerdagi direktor, shefi ham bilmaydi. Bu narsada ya'ni o'zi ministerstvosidan ruxsat ochilishi kerak va shundagina bularga xabar keladi. Hozirgi kunda qolib ketganlar, shu 25-yilning 30-iyuniga qadar bo'lganlarni rezidensiyasini yangilash biroz qiyinroq bo'lyapti. Lekin yangilaganlar ham bor.
masalan ular katta sabab ko'rsatgan, qandaydir bir masalan qiyinchiliklarga uchragan, juda ham bir masalan kimdir vafot etgan, shunga o'xshab qiyinchiliklar, ya'ni sabablar bo'lsa, unaqada qilib ko'rsa bo'ladi, lekin imенно boshqa payt albatta sud orqali yechimini topishyapti. Endi savollaringiz bo'lsa, savollaringizni bering. Bo'lmasa men yana bu narsalarni hammasini yana ozgina tushuntirib keyin yakunlaymiz. 15-20 minut vaqtimiz qoldi. Agar savollaringlar bo'lsa, savollaringlarga javob berardim. Bo'lmasam yana bularni hammasini yana bularni davom ettiraman. Longa durasauni uchun hozir masalan aytyapman, 30-iyungacha bo'lganlari hali kutib turibdi va 1-iyuldan boshlangan 1-iyul 2025-yildan boshlab tugaganlar hozir almashtira olyapti. Va almashtirishda bu yangilash xizmatlari onlayn renovatsiya deyiladi. Renovatsiyada qanaqa nima bo'lyapti? Renovatsiya qanday qilinyapti? Aymaga borib joy olyaptimi? Ya'ni aymaga borish uchun joy olyaptimi? Yoki aymaga bormasdan onlayn yangilanyaptimi deb ko'p savollar keladi. Ya'ni ko'pchilik masalan menga endi aytadi, Lazopa, hujjatim tugab qoldi, menga aymaga очередь olib bering, joy olib bering deb aytishadi. Endi bu hozir unaqa emas. Endi har xil rezidensiyalar har xil ishlaydi. Masalan, 15-modda bo'lsa, unga joy olinadi, 17-moddaga joy olinadi, 92-modda. Shunga o'xshab boshqa masalan longa durasan ham hozir oldinlari unaqa emas edi, lekin hozir onlayn ruxsat beryapti qilishga. Va masalan 98 moddalar ham 90-modda yana 88-89 oldinlari shular olingan shular moddalar hammasi 122lar ham onlayn yangilanishda. Lekin birinchi marta olish albatta aymani o'ziga yozilish kerak bo'ladi. Rahmat, hammasi yaxshi. Hozir yana savollar kelibdi. Endi menga sal uzoqroq qo'yib qo'yibman. O'zimga assalomu alaykum debdi. Hujjatni muddatini uzaytirilibdi, lekin bizga pari o'zi kifoya, pari muddatni cho'zmasa bo'ldi. Bu pari muddati degan nima bu? Tushuntiring hozir. Ha, to'g'ri. Pasport, to'g'ri. Hozir qarang, shu narsa ham yaqinda yangilik bo'lib o'tdi. 1-may kuni prezident, Portugaliyaning prezidenti shu yangi natsionalidad, ya'ni fuqarolik qonunini imzoladi. Lekin hozir hali kungacha ishga kirishmadi. Ya'ni bu imzolagandan keyin promulgado deyiladi, ya'ni prezident tomonidan imzolandi, tasdiqlandi. Endi bu shu yangi qonunni Portugaliyaning Diario da República degan sayti va jurnallarida chop etiladi, ya'ni shu publikatsiya qilinadi va shundan keyin shu joyda yoziladi qaysi kundan ishga tushadi bu qonun. Masalan 1-iyun masalanda shunga o'xshab yoziladi. Shungacha masalan odamlarni hali qonun ishga kirmagani uchun rezidensiya fuqarolik uchun topshirishga odamlarning fuqarolik uchun topshirishga albatta haq-huquqi bor. Masalan, hozirgi kunda ham fuqarolikka topshirib beryapmiz. Kimgadir fuqarolikka topshirish kerak bo'lsa, hali qonun ishga kirishmadi. Demak, 5 yil bo'lganlar hali ham topshirish huquqiga ega. Ya'ni tezroq shoshishi kerak. Tezroq bo'lish uchun tezroq shoshiling va hujjatlarni topshirib qolishga ulguring. Chunki hujjatni yig'ish kerak. Chunki hujjat, masalan, qanaqadir hujjat topshirib yuborishga bo'lmaydi. Albatta hujjatlar to'g'ri yig'ilgan bo'lishi kerak va hujjatlaringizni yig'ishda ham agar sizlarga yordam kerak bo'lsa, qanaqa hujjatlar bo'ladi, qaysi hujjat to'g'ri, qanaqa hujjat bo'lmaydi, o'tmaydi, shularni hammasini analizda, tahlilda yordam beramiz va bizda masalan полный paket uslugalarimiz ham bor. Masalan, sizga shu narsa kerak. Masalan, tug'ilganlik metrikangiz kerak.
buni ham olib berish xizmati bor, ya'ni bu истребование dokumentov deyiladi O'zbekistondan, hattoki masalan konsullikdan shu narsani qilib berish, ya'ni takroriy olish, masalan sudlanmaganlik qog'ozini ham qilish imkoniyati bor. Albatta bu hammasi bizlarni ish haqqimizga to'lashdan keyin, ya'ni to'langandan keyin qilinadi. Bu hammasi albatta mehnat va bu ya'ni полный paket ham yordam bera olamiz va shu narsalarda ham boya topshirishga ham yordam beramiz. Lekin agar sizda masalan eski hujjatlar bo'lsa, hozirgi kunda siz пока полный paketni yig'ib, пока yangilashingizga vaqt kerak deb o'ylasangiz, demak bizlarga murojaat qiling. Biz sizlarning hujjatingizni ko'rib chiqamiz va qanday qilib hozircha topshirib tursa bo'ladi va keyinchalik balkim o'zgartirish kirita olamiz. Shu haqida gaplashamiz. Chunki har bir hujjatni oldin tahlilini qilgandan keyin, shu odamni hujjatlarini tahlilini qilgandan keyingina biz to'g'ri javob bera olamiz. To'g'rimi, yo'qmi? Masalan, har bir ishda hamma narsani o'zim kontrol qilaman. Shuning uchun bu narsalarni albatta men telefonda o'tirsam, bu yoqda kontrol ketib qoladi. Men telefonda o'tirishim uchun bu telefonda ham masalan bitta savolga javob bersam, yana savol kelaveradi, yana savol keladi. Bu men kunim bilan sizga yozishib o'tirishim kerak deganim, tushunyapsizmi? Men unga vaqtim bo'lmayapti. Men yonimga assistent olaman, telefonga javob berib o'tiradi deydigan bo'lsam, u assistentim bu sizni savollaringizga to'g'ri javob bera olmaydi. Baribir menga murojaat qiladi va men baribir shu narsaga vaqt yo'qotaman. Sizga to'g'ri javob berish uchun albatta o'zim kerak bo'lyapman. Mana men borman. Juma kunlari 3 dan 5 gacha onlayn ofisda, offlayn ofisda, onlayn esa 5 dan 6 gacha telefon orqali men borman, shu yerdaman, men bilan gaplashinglar. U boshqa paytda javob сообщение yozib qo'yishingiz mumkin, lekin men sizga javob beraman deb so'z bera olmayman. 2-3 kunlab qolib ketyapti. Men nima qilay? Men hech qachon unaqa bo'lmagan. Alhamdulillah, hammasi yaxshi, lekin bu boshqa ishlarni qilyapganim uchun, ya'ni sizlarning ishlaringizni qilyapganim uchun men bu yerga javob bera olmay qolyapman. Chunki javobni ham to'g'ri berishim kerak. Men какой-то bir narsa javobni aytib olmayman. Ha, yo'q deb ham javob beraman. Chunki to'liq javob berishga o'rganganman va bu narsa menga odatga kirgan. To'liq javob bermasam, men o'zimni vijdonim qiynaladi. Masalan, odam savol berdi menga, men qanday to'g'ri javob bera olmayman. Shuni men to'g'ri javob berishim uchun harakat qilaman. Tushunyapsizmi? Shunga meni izlab qolsanglar, men ofisdaman, juma kunlari keling. Soat 3 dan 5 gacha. Bo'ldi. Yoki telefon qiling shu paytda. Endi qarang. Yana. Tak. Permanent rezidensiya. To'g'ri, permanent rezidensiya degani, ya'ni permanent degani 5 yillik. 5 yillik rezidensiyasi 5 yillik rezidensiya 5 yil yashagandan keyin men ishga olaring deb. Men hammasini ishga olavermayman, chunki bu ishga oladigan odam menga o'xshagan, biladigan odam bo'lish kerak, tushunyapsizmi? Men prosta bu telefonda men klientlarimni boshini aylantirib o'tiradigan odam ishga olaman. Ya'ni bu narsada nima desam bo'ladi? Menga o'xshab bilsangiz, sizni ishga olaman. Bo'lmasam, men mijozlarimni aldab boshqa narsalar aytib, unga bo'lmaydigan javoblarni aytish men uni xohlamayman. Chunki har bir mijoz men uchun qadrli. Har bir mijoz o'ziga to'g'ri javob olishga haqli. Shunaqa. Agar mijozlarimizga javob kerak bo'lsa, mana men bilan uchrashasizlar, bo'lmasam albatta konsultatsiyalarga yoziling. Mana konsultatsiyalar ham ochiq. Shu konsultatsiya narxi keyinchalik qilgan xizmatlarimizdan chegirilib tashlaydi. Masalan, siz ayting, menga rezidensiya yangilamoqchiman. Nima kerak? Masalan, siz tushunmayapsiz. Sizga boyagi albatta men o'zim yoki yordamchim sizga albatta ro'yxatni yuboramiz, hujjatni ro'yxatini. Va hujjat ro'yxatini tushunmasangiz yoki o'zingiz masalan qila olmasangiz, bizlarga olib kelishingiz mumkin. Biz bu ofisda shu narsani albatta olib qolamiz. Masalan, konsultatsiya narxi doim aytaman, keyinchalik xizmat narxlarimizdan chegirilib tashlaydi. Bu narsada albatta shu narsani qilib qo'yganman, chunki kimdir konsultatsiyani faqat bilish uchun oladi, kimdir bizlar bilan ishlash uchun, masalan, bizlarni tushunish, bizlar bilan nima rezultatlarga olib keladi, shularni bilish uchun
oladi. Bu ikkalasida ham xuddi shunday konsultatsiya narxlari 50 yevrodan boshlanadi. Lekin masalan kimdir shu konsultatsiyani oldi va masalan o'zi qilmoqchi bo'lsa yoki faqat tushunib olish uchun olgan bo'lsa, bo'ldi, ketaveradi. Bunga ham hech kim xafa emas, hech narsa anaqa emas, chunki konsultatsiya oldi. Mana tushunib oldi. Qolgan masalan men bilan davom ettirmoqchi bo'lganlar qolgan summani, konsultatsiya summasini to'laydi va qolgan summasini to'laydi va shunda shu ishlarni davom ettiraveramiz. Bu narsalarda albatta bu vaqtdan unumli foydalanish uchun ham shunday qilingan, chunki men vaqtimni sarflab boshqa ishlarni qilishni o'rniga konsultatsiya berib o'tira olmayman, chunki har bir mijozimizning ishi biz uchun muhim hisoblanadi. Bu har bir mijoz biz uchun отдельно qiymatga ega bo'ladi va shuni tushunishinglarni so'rardim. Hozirgi kunda longa durason uchun hozirgi kunda nima hujjatlarni kirgizish kerak va qanday odobrение berilyapti? Ya'ni qanaqa hujjatlarga topshirib aymadan shu ajendament, ya'ni markasini olsa bo'ladi, ya'ni aymaga очередь olsa bo'ladi. Shunaqa. Oldinlari masalan telefon qilib olardik, telefon qilib shunaqa odamni 5 yil bo'lgan, shuni haqida aytsak va o'zlari sistemasidan tekshirib joy berardi. Hozirgi kunda unaqa emas. Hozir hamma hujjatlarni onlayn yuborishimiz kerak. Onlayn yuborishimiz kerak bo'lgan hamma masalan hujjatlarni oldin tekshirib chiqishimiz kerak. Masalan, qanaqa hujjatlar talab qilinyapti? Albatta bu pasportdan boshlanadi. Pasport, rezidensiyaning muddati bo'lishi kerak yoki muddati yaqinda o'tgan bo'lishi mumkin. Masalan, o'tganiga 6 oy hali bo'lmagan bo'lsa ham bo'ladi. Pasport, rezidensiya, keyin undan keyin kontrakt, mesela ish kontrakti yoki masalan kimdir masalan boquvchisi bo'lsa, boquvchisining kontrakti, ya'ni shu odamni bu yerda aytayim, menejda subsistensiya deyapti, ya'ni boquvchisi borlar, boquvchilarning kontraktini, ish kontraktini olib boradi yoki o'zida bo'lsa, o'zini kontraktini kirgizadi va kontraktni ham e'tibor berish kerak. O'zi uchun bo'lsa 920 yevrodan kam bo'lmasligi kerak kontrakti. Yani keyin oylik qog'ozlari, 3 ta oylik qog'ozi kirgiziladi va IRS bu 5 yillik IRS kirgiziladi. 5 yil IRS topshirgan. IRS bu nima? Yillik hisobot. Yillik soliqqa hisobot beriladi. Yil davomida qanaqa daromad topdingiz, qanaqa xarajatlar bo'ldi, nimalar bo'ldi, ya'ni uy sotdingizmi, uy oldingizmi, hamma narsa bu yillik hisobotga kirgiziladi. Shu yillik hisobotni 5 tasi kirgiziladi va 5 tasi to'liq bo'lgan bo'lishi kerak. Va Sugran sotsialdagi diskonto deyiladi. Diskonto bu Sugran sotsialga отчисление, bu pensionni отчислениялар. Boshqa tilda aytganda, pensionni отчислениялар ham to'liq bo'lishi kerak. Endi pensionni отчисленияларga keladigan bo'lsak, albatta Portugaliyaning bazaviy oyligi bo'lishi kerak. Bu 920. Masalan, ko'pchilik aytishi mumkin, men 500 yevro topaman, masalan, yarim stavkaga ishlayman, shunaqa deyish mumkin, lekin yarim stavkaga ishlaganlar uchun albatta yoniga garant odam topish kerak. O'ziga termo de responsabilidadiga imzo qo'yadigan odam, bu responsable deyiladi. Boshqa tilda aytganda garant, responsable odam bo'lishi kerak. Masalan, bu kim bo'lishi mumkin? Masalan, turmush o'rtog'i yoki ota-onasi, shunga o'xshab o'zining yaqinlari yoki do'stlari ham bo'lishi mumkin. Lekin bu holatda albatta o'zingizda bo'lgani yaxshiroq yoki o'zingizni oila a'zolaringizni kimnidir shu termo de responsabilidadiga qo'l qo'yuvchi shaxs bo'lishi kerak. Keyin bu joyda ko'p holatlarda hozirgi kunda masalan biz topshiryapmiz. Endi agar rezidensiyangizni muddati bo'lsa, sizni albatta tezroq sizga joy bermayapti va muddatiga qarab beryapti. Masalan, muddati bo'lsa, demak siz kutib turishingiz kerak. Muddati tugagan bo'lsa, demak sizga tezroq joy berishyapti. Endi bunga ham ko'p e'tibor berilyapti, chunki muddati borlar ham topshira oladi. Chunki bu boshqa status. Boshqa status bo'lgandan keyin bu muddati bor yo'qligiga qaralmaydi.
faqat muddati yaqinda tugagan bo'lishi mumkin yoki bu aytganimdek muddati bor bo'lishi mumkin. Muddati borlar ham topshiraveradi va muddati hali 1-2 yil bor bo'ladigan bo'lsa, demak ozgina kutib turasiz, chunki muddati yo'qlardan boshlanadi. Bu ham albatta shu narsani e'tiborga oling. Muddatsiz hujjatlar ham topshirsa bo'ladi, lekin unaqa ko'p o'tgan bo'lishi kerak emas vaqti. Endi bu longa duratsionni yangilashda aytib o'tganimda onlayn bo'lyapti. Longa duratsion yangilashda qanaqa hujjatlar so'ralyapti va hozir aytib o'tgan hujjatlarining deyarli hammasi so'ralyapti. Endi ko'pchilik masalan yaqinda ham bitta mijozimiz keldi, meniki longa duratsion, lekin menga hech qachon unaqa hujjatlar talab qilmagan. Men faqat pasport bilan almashtirganman, deyapti. To'g'ri, bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda ayma unaqa qilmayapti. Faqat pasport bilan topshirganlarni kamdan kam hujjati chiqyapti. Bo'lmasam aymaga chaqirishyapti. Aymaga borib, aymaga hujjatlarni ko'rsatishingiz kerak bo'lyapti. Eng yaxshi varianti onlayn hamma hujjatlarni topshiring va shunda siz bilasizki, что sizni ishingiz yaxshi ketyapti. Chunki masalan, men pasport topshirishim kerak ekan, faqat pasport topshirsangiz, u ham keyin sizni chaqirib qolsa, mana ishingiz cho'zilib ketadi. Masalan, chaqirganlarni hozir ertasi kunga chaqirmayapti-da. Chaqirganlarni hozir o'sha avgustga yoki oktyabr, noyabrga qo'yib yuborishyapti. Ya'ni sizni hujjatingiz degani, masalan, hozir mayda boshlasangiz, agar noyabrga joy keladigan bo'lsa, maydan noyabrgacha hali analizga tushmadi ishingiz degan. Ya'ni bu hujjat hali analizi boshlanmadi degan. Chunki sizni ayman siz bilan uchrashganidan keyingina hujjat boshlanadi protsessi. Undan keyin yana 2 oy kutasiz degani. Tushunyapsizmi? 2 oy kamida, bo'lmasam 3 oy. 90 kun ish kuni degan, endi 3 oy, 2 oy, где-то 4-5 oyga ham cho'zilishi mumkin. Shu narsaga ham e'tibor bering va topshirilgan hujjatlaringizni albatta iloji bo'lsa mutaxassislar bilan topshiring. Bo'lmasam tavakkaliga topshirishingiz maslahat bermas edim. Hozir tavakkalga ish ketmayapti. Tavakkalga qilgan odamlarni ko'pchiligi hujjatlari bilan juda ham ko'p qolib ketishyapti. Masalan, ayman itak o'zida analiz vaqti cho'zilgan, endi tavakkaliga topshirgan hujjatlarni o'zingiz примерно bilasiz. Undan xo'ja, undan qiyinroq bo'ladi ishlari. Endi qarang, qanaqa hujjatlar talab qilinyapti longa duratsion uchun. Pasport, hamma varoqlari notarialno zavereni bo'lishi kerak. Notarialno zavereni degani bu notarius tasdig'idan o'tgan bo'lishi kerak. Har bir varog'i pichati bormi, pichati yo'qmi, unga qaralmayapti. Hamma varog'ini kopiyadan o'tkazib, kserokopiyadan, keyin notarius orqali tasdiqlab, hamma varog'i tasdiqlanadi. Keyin shundan keyingina bu narsani topshirishingiz kerak. Keyin Portugaliyada o'zingizlar bilasizlar, agar yangilash paytida aymaga borganingizda formulariy beriladi. Formulariy degani bu blank degani. Blanklar albatta to'ldirilgan, to'g'ri to'ldirilgan bo'lishi kerak. Shunga ham e'tibor beringlar. Boshqacha qilib to'ldirib qo'ygan bo'lsanglar, qayerdadir xato qilib ketgan bo'lsanglar, ishinglar cho'zilaveradi. To'g'ri to'ldirilgan bo'lishi kerak. Undan tashqari bu blanklaringiz ham albatta notarial tasdig'idan o'tgan bo'lishi kerak. Masalan, bizlarda shu yangilash xizmatlarimizda hammasi включённый, ya'ni pasportni ham notarial tasdig'idan o'tkazish, blanklarni ham to'ldirish, uni ham notarial tasdig'idan o'tkazish. Bu blanklar bitta emas, 2-3 ta blank bo'ladi. Kerak bo'lsa 4 ta ham bo'lishi mumkin. Yosh bolalarga ko'proq yana otasidan, onasidan ruxsat, yana qanaqadir o'zini yana ruxsatlari, boshqa hujjatlar bor, uy hujjati, boshqa hujjat, ko'p hujjat, 4 ta hujjat, bo'lmam adashmasam 4 ta hujjat anaqa qilinadi. Shu, bu narsa hammasi tasdiqdan o'tgan bo'lishi kerak. Shu hammasi bizlarda albatta hammasi ichiga shu xizmat narxlariga kirgizilgan va shu hujjatlarni albatta hammasini komplekt qilib, hammasini to'g'ri yig'ib va to'g'ri topshirib va to'g'ri tayyorlab, to'g'ri olib borishga biz xizmat qilamiz va shu xizmatlarimizdan albatta foydalanishinglar kerak bo'ladi, chunki agar siz ishingiz to'g'ri va tezroq bo'lishini xohlasangiz. Endi aytayapman, itak aymani o'zi cho'zyapti. Agar to'g'ri qilmagan bo'lsangiz, o'ylayvering, siz yana qolib ketdingiz degani. Yani savol kelibdi. Assalomu alaykum, mening do'stim Portugaliyaga
3,5 yil qonuniy ishlab suratga chaqiruv uchun to'lov qilgan. Yani uzoq bo'lgani uchun sal anaqa qilib o'qiyapman. To'lov qilgan edi. 3 oy kutdi, suratga chaqirmadi va uning sog'ligi bo'lmay Portugaliyaga больницаga 3 oy yotdi bo'lsa. 3 kun yotgan bo'lsa, endi qarang. Bu yerda doktorga yotganligi haqida, u yerda davolanayotganligi, davolanib bo'lganligi, hammasi haqida tasdiqlovchi hujjat kerak, qog'oz. Shu doktordan spravka, больницаdan spravka, Portugaliyaning больницasidan spravka, og'riganligi haqida urgensiyalardan spravkalar bo'lishi mumkin. Shu yerda masalan O'zbekistondagi mediklar yozib bergan spravkalar, hammasini doказательство, birin-ketin qilib doказательство qilib, hammasini qilsangiz, masalan, shu narsalarni ko'rsata olsangiz, albatta qilsa bo'ladi. Endi kelish uchun ham endi bunda qarab tursa, больница savdo interesi bor bo'ldi, pul to'ladi, ketdi, naqildi, lekin endi bu aviakompaniya bu narsalarni albatta aviakompaniyaga tushuntirsangiz, aviakompaniya Portugaliyadan ruxsat olib ko'radi. Endi nima kelmayapti, shuni ham ayting. Masalan, hozirgi kunda va aytganimdek, agar ya'ni sud haqida aytayotgan bo'lsangiz, sud ishlari haqida, agar endi bu Ahrorov kim ekanini bilmayman. Endi bizda Ahrorov bor edi, u sud ishlariga topshirgan, lekin Aymani biz joy berishini kutyapmiz hozirgi kunda va sud bu kishini ishlarini hammasini to'g'ri deb topgan, haqli deb topgan. Xudo xohlasa Ayma joy bersa, albatta siz hujjatlaringizni topshirasiz. Rezidensiya kelmayapti deyapti. Albatta rezidensiya kelish uchun endi balkim siz rezidensiya kelish uchun qachon topshirdingiz, nima hujjatlar topshirdingiz, uni ham ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Chunki mana shunaqa odatim bor. Men klientni juda ham unaqa chegidan analiz qilishni yaxshi ko'raman. Masalan, kelgan mijozimizni albatta har bir hujjatini tahlil qilib, qanaqa hujjat topshirilgan edi, bu hujjat qanaqa edi, muddati bormidi, yo'qmidi va diskontalarni ham ko'raman, Grand Sotsial Finans hammasini tahlil qilib, hammasini analiz qilib, keyin sizga nima kamchilik edi yoki kamchiligingiz yo'q bo'lsa, qanaqa ishlar qilishingiz mumkin, nima kerakligini aytamiz. Agar rezidensiyangiz kelmayotgan bo'lsa, bizlarga murojaat qilishingiz mumkin va bizlar sizga rezidensiyangiz kelishi uchun, tezroq kelishi uchun yordam bera olamiz. Albatta, bizlarga aloqaga chiqqaningizda ham aytgandek konsultatsiyaga yozilsangiz va qolgan ishlarni keyin shu konsultatsiya narxini chigirib tashlaymiz qolgan ishlardan dedim. Xuddi shunaqa. Yo'qsa sizga kerak bo'lsa, pожалуйста, bizlar shu yerdamiz va sizlarga yordam bera olamiz. Bizlarda kerak bo'ladigan hamma xizmatlarimiz bor. Endi hozir masalan 10 minut o'tdi, albatta 3 dan 10 minut o'tibdi. Endi yakunlaymiz. Hammanglarga rahmat, boringlarga shukr. Shu yerda ekaninglarga shukr. Savollar berganinglarga ham rahmat. Mana qarang, masalan, mana bugun ham kerak bo'lsa shanba kuni ham savollarga javob beryapman. Ya'ni shanba kuni aytib o'tmoqchiman. Shanba kuni men faqat primoy efirga kelaman, ishlamayman. Chunki mening ham farzandlarim bor, kichkina ularni ko'p vaqtga qoldirib keta olmayman. Masalan, shuni ham tushunishinglar kerak. Bu bizlar Portugaliyada sistema boshqacharoq. Bu yerda dam olish kuni dam olmasang bo'lmaydi, chunki farzandlarni olib boradigan, qo'yadigan, kimgadir topshiradigan joy yo'q. Va farzandlarimizga o'zimiz qaraymiz. Shunga o'zimiz qarashimiz uchun shanba, yakshanba kunlari men ishlay olmayman. Endi keyinchalik sal katta bo'lib qolsa, albatta yana ko'rarmiz. Hozircha faqat shu bitta 1 soatga, 1,5 soat uzog'i bilan 1,5 soatga vaqt ajratdim shanba kuni. Chunki ko'pchilik savol, ya'ni ko'pchilik talablari bo'lgan. Shanba kuni bering, biz shanba kuni ishda emasmiz. Biz primoy efirga kirib sizni kuzatardik, savollar bo'lsa berardik deydi. Shu uchun qilganman. Bo'lmasam, albatta shanba kuni ham
Bu dam olish kuni Portugaliya uchun. Men Portugaliyaga kelsanglar bilasizlar qanaqa ekanligini. Bu yerda shunaqa. Endi boshqa iloji ham yo'q. Buni har kuni ishlab 24 soat aloqada bo'lib, u narsa iloji yo'q. Bu narsaga albatta o'zimiz vaqtni chegaralab, vaqtni to'g'rilamasak bo'lmaydi. Hamma narsaga ham shunday, masalan, ko'pchilik aytadi, men sizga dushanba kuni xabarga chiqa olmay qoldim. Keling, dushanba, seshanba, boshqa kunlar, ish kunlari degan. Ish kunlari xabarga chiqa olmayapman. Shunga menga subota воскресенье, shanba, yakshanba vaqt ajratsangiz deyishi mumkin. 2 minutga vaqt ajrating deyishi mumkin, lekin 2 minutga ham vaqt ajrata olmayman, chunki masalan 2 minut degani, bu degani men masalan sizni eshitishim kerak. Sizga to'g'ri javob, to'g'ri bu analiz bo'lib yarim soatga cho'ziladi, aniq. Masalan, kamida bir 10 minutga cho'ziladi. Men bilaman-da u narsani. Shunga bu masalan uyda shovqin, farzandlarimiz ovozi eshitilyapti, men bu yoqda gaplashib o'tirib, u narsani qila olmayman, tushunyapsizmi? Shu. Atak yordamchilarim ham xuddi shunaqa, dam olish kunlari dam oladi, ish kunlari ishlaydi. Endi bu yerda shunaqa bo'lgandan keyin boshqa ilojimiz ham yo'q. Endi shunga rahmat, kuzatganinglar uchun rahmat, kelganinglar uchun, shu tashrif buyurganing uchun rahmat. Hamma albatta sizlar savollaringlarni menga WhatsAppdan yozib qoldiraveringlar. Men sizlarga javob berib qo'yaveraman vaqtim bo'lganda. Lekin xafa bo'lmanglar demoqchiman. Albatta sizlar xafa bo'lishinglar kerak emas. Endi men kecha ham bir mijozimiz yozibdi. Men 2-3 kunlab javob bermaganman, ko'rmay qolganman. Kim bo'laman, vaqtim bo'lmagan kirishga, telefon qo'limda bo'lishi mumkin, lekin boshqa narsaga kirgan bo'lishi mumkin. Masalan, SMSlarga emas, masalan, kimnidir ishini ko'rib, bir narsani javob berib yuborish, ya'ni ishini ko'rishga, masalan, Ayma saytiga kirgan bo'lishi mumkin qo'limda yoki finans saytiga, shunga o'xshab ish bo'yicha kirgan bo'lishi mumkin. Bu SMSlarga qaramay qo'ygan bo'lishi mumkin. Shu uchun endi Dilnoza opa mendan xafamisiz? Oramizda nima o'tdi? Tinchlikmi? Xafa bo'lsa kechiring, xafa bo'lsangiz kechiring debdi. Yo'q, xafa emasman. Rahmat aytganinglar uchun men sizlarni yaxshi ko'raman. Faqat vaqtim bo'lmayapti deb kecha javob berib yordim. Men xafa bo'lmayman, hech qachon xafa bo'lmayman. Agar albatta bu narsa qiyin narsa bo'lmasa, albatta masalan ish bo'yicha qanaqadir xafachilik bo'lgan bo'lsa, hech narsa qilmaydi, chunki ishda bo'lib turadi narsa, masalan tushunmovchilik bo'lishi mumkin, kimdir boshqacha tushungan bo'lishi mumkin, men aytgan narsalarni keyinchalik mendan boshqa narsa talab qilayotgan bo'lishi, bu ishda bo'ladigan narsa, bu normal holat hisoblanadi. Bu narsa xafa bo'lmayman, chunki odam masalan men tez gapirishim mumkin, uni tushunmay qolgan, bu o'zimdan ham masalan kamchilik o'tgan bo'lishi mumkin-da. Shunga tushunmasanglar savolinglarni sirazi berib, sirazi tushunishga harakat qilinglar, yoki tushungan bo'lsanglar keyinchalik masalan savolinglar bo'lsa, albatta savolinglarga javob olishinglar mumkin. Faqat mendan xafa bo'ldi deb o'ylamanglar. Men sizlardan xafa bo'lmayman. Bu normal holat hisoblanadi. Ishda bo'ladigan holat, oddiy holat. Ya'ni bu ishda bizda dokumentatsiya bo'lgani uchun bu dokumentatsiya bu stress bilan bo'ladi. Endi har doim dokumentatsiya o'zinglar bilasizlar, bu yaxshilab analiz qilib, bu miyani bitta joyga qo'yib qilinadigan narsa. Dokumentni prosta qila olmaymiz. Bu dokument bu odamni hayot davomida kerak bo'ladigan narsa. Bunga albatta seryozni отношение qilamiz. Bu dokumentlarni qilganimizdan keyin miya charchaydi, ozgina asab buziladi. O'zi klientlarni ham xuddi shuni tushunaman. Albatta bu narsada xafachilik yo'q. Endi efirimizni yakunlamasak ham bo'lmaydi. Men uyga borishim kerak. Rahmat hammanglarga va savolinglar bo'lsa albatta menga WhatsAppdan yoki Telegramdan yozib qoldiravering. Men sizlarga savollaringizga javob beraman. Rahmat, boringlarga shukr, o'chiryapman, efirimizni tugatyapman. Rahmat.